O'g'il bo'l, agar sen realniy erkak kishi bo'lsang, dostoyniy alfa-samец bo'lsang, sendan oldin bironta yigit bilan gaplashgan qiz bilan gaplashmaysan, haliki uni olish yo'qda turibsan. Chunki sen erkak kishisan, sen tanlaysan. Agar u qizni hayotida o'tmishda yigiti bo'lgan bo'lsa, u uchun sen variant bo'lasan. Ya'ni unda vыбор paydo bo'ladi va faqat seni taqqoslashni boshlaydi. Tasavvur qil, bu holatni ichimliklar bilan tushuntiraman. Agar uni oldingi hayotdagi yigiti uni hayotida xuddi kola yoki Pepsi yoki Fanta deb bo'lishi mumkin. Sen esa chernogolovka bo'lishing mumkin. Va u senga faqat past nazarda qarashni boshlaydi va taqqoslashni boshlaydi. Uni nazarda sen kuchsiz, zaifdek ko'rinasan. Shunaqa hayot senga kerakmi? Men erkak sifatida hech qachon hech kim uchun variant bo'lishni xohlamayman. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar sen birinchi bo'lishing kerak va oxirgi bo'lishing kerak. Senga oxirgi maslahatim, agar seriozli bo'lmasang, uylanmoqchi bo'lmasang, qizlarni aldab, o'ynab yurma. Chunki bu qaytar dunyo, oxir oqibat o'zingga Fanta, Pepsi, Cola ichgan qiz to'g'ri kelib qolishi mumkin.